Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men yana Olot tumanidan Saidqulova Gulshodman. Mana shu Haqiqat yo'llari kanali adminiman. Bugun video efirimni juda bir qo'pol so'zlar bilan nomlaganim, ya'ni olgan oyliklaring harom bo'lsin chalasavotlar degan. Nima uchun bunday nomlaganim hozir sababini tushuntirib beraman, o'rtoqlar. Sababi maktabgacha ta'lim tizimida bo'layotgan qonunbuzarliklar va uni ortidan qilayotgan murojaatlarimiz 1 yil davomida yopilib kelgani, yopti bo'lib kelingani, qaysi bir chalasavod, nopok tekshiruv organlari, nazorat organlari xodimlari tomonidan yopti bo'lib kelgani va yaqinda o'sha murojaatlarimiz SMB, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati va Buxoro viloyat prokuraturasining nazorati ostida o'zim ishtirokimda xolis va shaffof tekshirish o'tkazilgani va haqiqatdan ham murojaatim haqqoniy ekanligi, asosli ekanligi, o'sha 27-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'layotgan soxtakorliklar, hujjatlardagi budjetdan noqonuniy foydalanish orqali soxta hujjatlar yuritilgani o'z tasdig'ini topdi va tekshiruv jarayonida moliyaviy qonunbuzarliklar va rastarata alomatlari qayd etilgani aytildi tekshiruvchilar tomonidan. Ya'ni bu budjetdan noqonuniy foydalanish, endi bu yog'ini prokuratura va tergov organlari qonuniy baho berilishi aytildi va o'sha mudirani hozircha ishdan bo'shash haqida arizasi ham yozib olingani aytildi. Buni ham hali aniqlashtiramiz. Undan tashqari ushbu qonunbuzarliklarni hozircha soxta hujjatlarni yuritishda asosiy bu qonunbuzarliklarni soxta hujjatlarni yuritgan asosiy shaxs, ya'ni o'sha bog'chani o'rindosh metodisti. Bu ham bu tergov jarayonlaridan, bu ish hujjatlaridan chetda qolmasligi kerak va buni ham darhol arizasi yozib olinib ta'lim sohasidan chetlashtirilishi kerak. Buni ham talab qilamiz, xudo xohlasa. Chunki bu o'tgan yili ushbu mudira, xuddi mana shu metodist birgalashib, buni eslatib o'tishim shart, birgalashib bitta tarbiyachini bolalar ko'z o'ngida urib, kaltaklab, haqoratlab, tan jarohat yetkazib, hatto yuzlarini tishlab qonga belash darajasidagi vahshiy harakatlarni sodir qilgan, o'sha bolalarga psixologik ta'sir o'tkazgan holda bolalar ko'z o'ngida va bular ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 va 52-moddalari bilan, ya'ni urib tan jarohati yetkazish va haqorat qilish moddalari bilan hatto javobgarlikka ham tortilgan edi o'tgan yil aprel oyida. Mana yaqinda aprel kelsa 1 yil bo'lib qoladi. Mana shu o'tgan yil aprel oyidan buyon ushbu muassasadagi qonunbuzarliklar, hujjatlardagi soxtakorliklar va budjetdan noqonuniy foydalanish holatlari bo'yicha arizalar bilan yozib kelganman, lekin hali bugungacha, mana kecha 19-mart kunigacha qancha yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan prezident administratsiyasigacha, O'zbekiston Respublikasi maktab va maktabgacha ta'lim vazirigacha yozgan arizam hattoki yopti qilinib, yuzaki tekshirilib, ayrim bir ilmsiz, savodsiz, nopok, chalasavod xodimlar tomonidan mana shunday yopti qilib kelindi. O'rtoqlar, buni sababi nimada deb o'ylayman? Bizni tekshiruv va nazorat organlarimiz hozir liboy bitta tashkilotda men palon tashkiloti nazorat inspeksiyasida ishlayman, men pikon tashkiloti nazorat inspeksiyasida ishlayman deydigan xodimlar tiqilib yotibdi. Budjetdan oylik olib, mana biz to'lagan soliqlardan oylik olib, kissasini qappaytirib yurgan xodimlar son mingta. Lekin bular nima qilgan? Kelgan tekshirish jarayonlarida ilmi yetmaganmi, tajribasi yetmaganmi yoki sherikchilik qilganmi? Sendan uguna, mendan buguna qabilida ish tutib sherikchilik qilganmi? Nima qilgan bo'lsa, mana shu budjeti pulidan noqonuniy foydalanayotgan holatni bular ko'z yumdi qilib yopib kelgan. Bular kim bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu mudira bilan birgalikda teppa-teng javobgar va buni javobgarlik masalasini ko'rib chiqishlaringizni mutasaddi tashkilotlardan qat'iy talab qilaman. Ana shular kim tekshirgan shu paytgacha? Mana shu bu budjetni puli, bu xalqi puli. Hozir bu murojaatim orqali kimnidir ayblash yoki kimnidir obro'sizlantirish niyatim yo'q. Maqsadim jamoatchilikni ogohlantirish va ayrim bir uyqudagi mutasaddilarni,
rahbarlarni ogohlikka chaqirish meni niyatim. Nazorat organlarini, tashkilotlarini og'ziga tutib berib, mana shu yerda mana shunday qonunbuzarlik bo'lyapti, budjet pullari talon-taroj bo'lyapti deb ariza bilan ko'rsatishimizga qaramasdan, bular tayyor qonunbuzarlikni, tayyor holatni chuqur tahlil qilib o'rganmasdan, mana shu e'tiborsizlarcha, loqaydlarcha, beparvolarcha, bepisandlarcha murojaatni yopdi qilib kelgan. Mana shular ham bular bilan teppa-teng javobgar. Qanday holatda yopgan, nima sababdan, nimaga asoslantirib yopgan, bunisini o'zlari bilmasa, tepadagi Xudo bilmasa, biz hozircha bilmaymiz. Biz aytgan murojaatlar shunchalik 1 yil davomida to'g'ri tekshirilib, to'g'ri o'rganilmadi. Demak, bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, qancha tashkilotlarda hali biz bilmagan, jamoatchilik bilmagan, kimdir ko'rib turib, mana hozir tarbiyachilar ko'rib turib bu narsani aytmagan-ku, aytmagan, yozmagan, qo'rqqan o'zidan, bosim ostida ishdan bo'shashidan, ana oldingi tarbiyachiga o'xshab kaltaklanib ishdan haydalishidan qo'rqib, indamasdan kelgan-ku. Mana xuddi mana shunaqa holatlar nechta tashkilotlarda, nechta budjetdan noqonuniy foydalanish holatlari borligi va bu yashirib kelinayotgani, bu umuman tekshirilmayotganini biz tasavvur qilishimiz uje qiyin emas. Mana o'sha mudirani o'tgan yili ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin bolalar ko'z o'ngida tarbiyachini kaltaklab, bular javobgarlikka tortilgandan keyin biz bu ta'lim sohasida ishlash mumkinmi, mumkin emasmi deb yozgan arizalarimiz bo'yicha bizga maktabgacha ta'lim boshqarmalari tomonidan shunday og'zaki javob berildiki, mudirani menejerligi sertifikati bor va bu sertifikatlik bunga ustunlik beradi. Shu uchun buni ishdan bo'shata olmaymiz, shunchaki hayfsan berib o'z lavozimida qoldiramiz degandilar va o'sha mudira va metodist bir tarbiyachini bolalar ko'z o'ngida kaltaklasa ham baribir o'sha muassasada, o'sha ish joylarida, o'sha lavozimlarda faoliyat olib borayotgan edi. Endi bu menejerlik sertifikati degan gapga keladigan bo'lsak, bu menejerlik sertifikati rahbarlarga, mudiralarga mas'uliyat yuklaydimi yoki qanaqadir qonunbuzarliklarga imtiyoz beradimi, vakolat beradimi, ruxsat beradimi, ruxsatnoma beradimi degan savol endi bu yechimsiz. Bu haligacha bu meni qiynab keladi. Mana o'sha payti buni zo'ravonliklarini yashirdilar. Menejerlik sertifikatini bahona qilib, ana endi budjetdan noqonuniy foydalanish holatlarini ham yashirmasalar, buni menejerlik sertifikati bor, buni ustunligi bor deb, mana bu qonunbuzarliklarni ham yashirmasalar, buni sherigi, doimiy sherigi mana shu metodist. Avvalgidek bu mudirani soyasida, mana shu joyda, buni himoyasi ostida, mana shu ishda yana ta'lim sohasida faoliyat qilib bormasligi bo'yicha biz qattiq talab qilamiz va bu albatta bular ikkalovi ham ta'lim sohasidan chetlashtirilishi kerak. Yaqinda mana shu 19-mart kuni Moliya departamentidan kelib, mana shu qonunbuzarliklarni aniqlagan o'sha Faridun degan xodim ham avvalgi ishi tekshirish jarayonida sustkashlik qilib, qonunbuzarliklarni aniqlashga erisholmadi. To'g'risida, to'g'risi. Endi bir jinoyatni qilishni bo'lib ham mana shu budjetdan noqonuniy foydalanishni maqsad qilgan har qanday rahbar har qanaqa yo'l bilan ham bu qonunbuzarliklarini endi qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, jinoyatini yashirishga urinadi. Yashirish uchun har qanday choralarni, har qanday vaziyatdan chiqish choralarini qilib qo'yadi. Tarbiyachilarga o'rgatib qo'yadi masalan. Shu yerda ishladi deb aytasanlar, o'sha o'likjonni, mana o'likjon deb aytayotgan o'sha xodimni, ishchi xodimni, mana shu yerda ishladi deb aytasizlar, ko'rdik deb aytasizlar. Hujjatlarni kak-palojinni qilib qo'yadi. Lekin o'sha murojaatchining aytayotgan vajlarini yuzaga chiqarib aniqlash uchun o'sha xodimda yetarlicha tajriba va bilim bo'lishi kerak. Lekin bu kishim kelishi bilan o'sha hujjatlari tekshirdilar. Ha, hujjatlar joyida ishlagan, 2 oy ishlagan va dekret ta'til, palon ta'til, yana 25-yilda bir 4 oy ishlagan, yana dekret ta'til olgan, palon olgan, pikon olgan. Tarbiyachilarni chaqirdi. Mana shu xodimni ko'rdilaringizmi, shu yerda ishlaganmi? Ha, ko'rdik, ishlagan. Qarab turdim, vaziyat chigal. Darhol e'tiroz bildirdim. Va o'sha xodimga bu tarbiyachilar noto'g'ri ko'rsatma beryapti. Keling shu jinoyatni bir yuzaga chiqarish uchun biz bir ozgina bir kallani ishlataylik, bir ozgina bir kichkina tadbircha o'tkazaylik. Bular yolg'on ko'rsatma beryapti.
bu yolg'on ko'rsatma berishni oqibatida javobgarlik borligini bu bechoralar bilmayaptiyam. Mudirani bu harakatlarga bular sherik bo'lib qolayotganini hattoki tushunmayapti bular. Keling, har qanday jinoyatni uyushtirgan shaxs uni oldindan ehtiyotkorligini ham qiladi. Biz mana shuni yuzaga chiqarish uchun bir ozgina tadbir qilib kallani ishlatishimiz kerak degandan keyin xo'p dedi. Shundan keyin bir ozgina kichkinagina tadbircha o'tkazib, darhol o'sha qonunbuzarlikni aniqladik va haqiqat yuzaga chiqdi va adolatli yechim qilindi. Mana shunday o'rtoqlar, eng yomoni nima bilasizlarmi? Mana shu mudirani xatti-harakatlari, qonunbuzarliklari yuzaga chiqqandan keyin o'sha tekshirishga kelgan xodim Faridun menga mudira bilan kelishishni va o'sha yerda birgalikda tinchgina ishlashni taklif qildi. Eng yomon menga alam qilgan joyi o'sha joyda birdaniga 1 yildan buyon qilgan murojaatlarim va nihoyat yuzaga chiqqanidan keyin ham mana shunday taklif bo'layotganidan birdan hissiy portlash bo'lib, bu odamda baribir bo'ladi, liboy bir insonda bu psixologiyada bu shu narsa fanda tasdig'ini topgan. Birdan baqirib ketdim o'sha xodimga, siz qanaqa odamsiz, nima uchun bunday qilyapsiz deb yomon bir asabiy holatga tushdim, baqirib ketdim. Xonada mudira, o'sha tekshiruvchi men o'tirgandim. Undan keyin tashqaridan kirib, Olot tumani maktabgacha ta'lim boshqarmasi buxgalteriya bo'limidan bir Ilhom degan shaxs edi, adashmasam ismi, kirib ichkariga menga o'zicha provokatorlik qilib, nima siz jamoat joyida baqir-chaqir qilyapsiz, unday qilyapsiz deb menga o'zicha provokatsion savollar berib, men hayratda qoldim shunchaki. Keyin men aytdim, bu yerda jamoat joyi bormi? Men mana bu tekshiruvchi xodimga ovozim ko'tarib gapiryapman. Siz nima demoqchisiz? Bu bilan meni qo'rqitmoqchimisiz? Bosim qilmoqchimisiz desam, o'tti-butti qildi. Mana bizni ayrim bir nazorat organlarimizni, mana bizni bu tekshiruv organlarimizni holati, ahvoli 1 yildan buyon bitta murojaat yuzaga chiqmagani nima uchun? Nima uchun degan savollarni, shubhali savollarni uyg'otadi. Bundan tashqari mana kelgan tekshiruv organlarimiz ham o'sha holat yuzaga chiqqandan keyin ham bularning aytayotgan gapi, bular xatti-harakatlariga o'zlaringiz huquqiy baho berasizlar. Shu o'rinda hurmatli jamoatchilikni, hurmatli vatandoshlarimizni ogohlikka chaqirmoqchiman. Ogoh bo'linglar o'rtoqlar. Prezidentimiz bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash umummilliy vazifa deb aytyaptilar. Butun jamoatchilikni jalb qilgan holda kurashmasak foydasi bo'lmaydi deb bot-bot gapiryaptilar. Korrupsiyaga qarshi kurash har bir vatanparvar yurtdoshimizning vijdon ishidir deb ta'kidlayaptilar. Biz korrupsiyaga qarshi kurashda prezidentimizga yelkama-yelka bo'lmadikmi? Bu demak befoyda. Bu faqat o'zimizni zararimizga ishlayotgan bo'lamiz. Bir ko'zimizni ko'r, bir quloqimizni kar qilib, mana bu tekshiruv organlari, nazorat organlariga o'xshab ish tutadigan bo'lsak, jarga qulab borayotgan faqat o'zimiz bo'lamiz. Bizga demak tashqaridan dushman ham kerak emas. Demak bizga hech qanaqa davlat urush ochish ham kerak emas. Ich-ichimizdan xuddiki mana bu fanda kannibalizm degan bir termin bor. Mana shunaqa atama bor. O'z nimasini o'zi yeydigan, o'zini turdoshlarini o'zi yeydigan. Xuddi mana shunaqa bir-birimizni yemasak ham o'zimiz adoy tamom qilib, o'zimiz jarlikka itarib, o'zimiz botqoqqa botishga sababchi bo'lamiz o'rtoqlar. Shu uchun ogoh bo'linglar. Mana shunaqa xodimlarning iloyim olgan oyliklari harom bo'lsin. Mana shu murojaatlarimizni shu paytgacha bir ko'zim, bir qulog'im kar qabilida ish tutganmi? Sendan ugina, mendan buguna degan qabilida ish tutganmi? Yo boshqa bilimsiz, saviyasizlik, chala savodlik oqibatidan yuzaki ko'rib yopib kelganmi? Mana shu xodimlarning har bittasiga xizmat tekshiruvi o'tkazilib, qonun doirasida javobgar qilib va ularni bitta-bitta xalqqa e'lon qilib sazoyi qilish kerak. Boshqa meni aytadigan gapim yo'q. Hamma salomat bo'lsin o'rtoqlar. Haqiqat yo'llarida birgamiz.